Nega ba'zi bir boy oilalarda 3-4 ta kelinlar bitta uyda yashashadi bilasizmi? Ko'pchilik o'ylaydi, puli bor, alohida chiqarib olsa bo'ladi deb. Lekin gap bu yerda pulda emas. Birinchi o'rinda gap bu nazoratda. Qaynona hamma farzandlarini, kelinlarini nazorat qilishni xohlaydi. Ikkinchi o'rinda bu qadriyat. Hamma oila, butun oila bitta uyda yashash kerak degan tushuncha bilan katta bo'lishgan. Va uchinchisi bo'lsa qulaylik. Tabiiyki bitta uyda turgandan keyin hamma uy ishlari ham, farzand boqish ham hammasi taqsimlanadi. Va bu ko'p holatlarda erkaklik ham qulaylik tug'diradi. Nimaga? Chunki mas'uliyat bitta erkakning bo'ynida bo'lmaydi. O'zi qilolmagan narsasini akasi yoki ukasi qilishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda bu har doim baxtli hayot degan narsa yo'q bu yerda. Agar kelinni chegaralari qo'yilmasa, uni shaxsiy hayoti ham yo'qola boshlaydi. Xo'p, bu masalada sizning fikringiz qanaqa? Bitta uyda yashagan hamma to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Fikringizni yozib qoldiring.